Shadow Fight o'yinida menga ko'pchilik haterlar paydo bo'ldi. Siz o'zingizniki emas, bu videolarni sotib olgansiz. Siz boshqa narsa qilyapsiz. Siz bunday qilib bu oxirgi levelgacha kela olmaysiz deganlar uchun men e'tiboringiz uchun mana bularni qurolini ham tortib olganman. Hammasini yengib ham chiqqanman. Boshqa ham o'ynashga do'qim etmaydi. Mana bunaqa narsalarni ham endi yutolmayman. Men eng oxirgi levelga keldim. Sizlar ko'rsataman qanday darajam borligini. 34-chi. Böyle. Protesince zırtlayan, boşuzlu zırtlayan. Zıkaratçı bu elimizde o sehrgarın kiyimini full kıyım. Çünkü ben sehrgarın kiyim ben de bakıyorum. Mana gel. Sehrgardan narsalarni ham olamiz hozir. Sehrgarning qo'ldagi o'rog'ini ham olamiz. Bizda hammasi ochiq. Mana o'rog'. Hammasi bor, bunaqa ham bor, bunaqa ham bor, bunaqa ham bor, bunaqa ham bor. Hey, boshlaymiz o'g'ayda. Sehrgarga qarshi buni bitta olib chiqoldik. Kimikasini ko'ramiz. Lekin o'roq yaxshi urolmaydi bizga aytsan. O'roq bilan o'ynash aslida qiyin. Agar o'roq bilan o'ynayolmasa, o'roq bilan o'ynayolmasa, agar boshqa qurollar bilan o'ynaymiz. Bizdan ko'p turishda tayimizdan nur chiqibdi. O'sha biz aytaman o'roqni vaqti yo'q. Tahmoq yaxshi o'roq oladi. Lekin o'roq qolmagan. Ya o'roq bilan o'ynaymiz. O'roq bilan o'ynay olmaymiz. O'zimizdan qurolchamiz bu. Birinchidan bu mayli kiyimlarga yetmaymiz. Bu ham turaversinmi? Yo'q. Buni adachasi kam. Bari sekin otiladi-ku. Bu zaharliroq. Masovda turadi, bo'ldi. To'xtaylik, kiyimlarni ham almashtirib olamiz. Boshqa endi yalpiz bilan himoya shulikamiz. Ustimizga mushamiz. Jonni to'ldirib turuvchi uchun kiysammi deyapman-da. 300 degan. Bulikamiz. Bo'ldi, endi o'ynaymiz. Bizni kuchimiz qo'lga yetadi. Bundan oldingilarni o'ldirib bo'ldim. Bu shogirdlar 5 ta bittasini ekranga ko'rsatmayapti, chunki men bular anchasini o'ldirib bo'lganman. Bularni ham shunday qismat tutadi. Oxirgi jangga kuzatib boradi bizlarni. Oxirida ko'ramiz kimikasini. Pasta orada. Ko'proq urdim. Qadrini o'ylayman men bilaman. Uzoq otmasdan o'ynay olasanmi? Qo'lning kuchi kerak.
Chaqmog'i ketdi yaxshi. Zondan ko'paytirib bersa-chi. Qadaringga la'nat. Flow. Hozirgina buni urug'ini tugadi-ku. Vajjin olsun. Motor tarafga qaratib qo'yaman. Sizlarni bu like bosmaganlaringga bo'ldi. Вообще video chiqarmayman endi. Вообще video chiqarmayman. Ularga qancha mana shu video tagida 2000 ta like ko'raman, keyin video chiqaraman. Yo'q bo'lmasa. Bitta video kutmayman mana. Bitta video kutmayman mana. Sonra şu videoda 2000 ta like diye qo'yasizlar. Keyin video ko'rasizlar. Bu eng kamini so'rayman sizdan. Hozirda aytdim. Yo 2000 ta like, yo 200 ming ta obunachi. 200 ming ta obunachi ham kerak emas, mayli. 100 ta obunachi qilsam. Men bilaman. Uzoq. Yo'lni xotin saylanadi. Sizga sakra ketadi. Qaysi bir ma'lumotni ishni chiqarib qo'yishim mumkin edi, lekin keyin buni aytib turaman. Gelip olursun. Ben bana buldurdum bu. Kaç kere yaptı, kaç kere yaptı. Tahmak yazıp durdu. Вот чуть-чуть. Хорошо, урды. Yengib qo'yapti-ku. Men точно jahlim chiqqan, hozir точно jahlim chiqqan. Вообще video qo'ymayman YouTube'ga. Videomiz 9 minut bo'ldi. Buni oldingisini ham shu bilan yengdim, buni ham shu bilan yengimasam bo'lmayapti. Buniki ichi bir safar. Sakrab qolar ekanman bundan.
Oxirida Shadow Fight'ni chiqargan kompaniya egasi bilan o'ynaymiz. U katta temir robot ko'rinishida chiqarib, qo'lida eng katta qilich bor Shadow Fight'dagi. Bu qurolda vaqti ishga do'xaykan. Do'xaycha vaqti ekan. Hamma quroldan siri bor. Bitta qurol bittasini ko'rmasa, ikkinchisi ekan. Ko'rdinglar. Bitta aylanib ketamiz. Bo'shtami? Yo'l zeo taktik ko'tarilib qo'ydi, aytdim-ku. Avtobusda mana. Bizni bizga qo'ydi. Orqasidan bitti. Bo'ldi, bitta zarba bilan yutdi. Ana. Mashina uradi, g'alaba. Shuncha qilib yutolmayapti. Bitta shu olim bilan hozir o'ynay olmaymiz, biz ham bitta zarba o'ldirib qo'yish aniq. Keyin maxluqni monsterchani o'zi bilan ko'rishamiz. Bularni hammasini yutish men uchun oson bo'ldi. Eng osonasi yelkasi. Bu uncha qiyin bo'lmadi, lekin buni qurolini olishga qiynaldim. Oshpazni ham, powerda ham qurolini olishga unchalik qiynalmadim. Lekin ana shu bilan bandargoh malikasini qurolini olishga qiynaldim. Nima ichida Vaspa, ha. Hermit bilan Vaspani qurolini olishga vashchi qiynaldim. Tepasiga qarasanglar rasmini ismini yozib qo'ygan. Torcher, Hermit, Linux. O'ldirganmiz o'zimiz. Qurolni birinchi bo'lib ana shunga tortib qo'yganman. Hammasi o'z qurolni ana shunga bilan tortganman sen bilan. Juda xursand bo'lganman shu yutganimga. Ikkinchi level yutganimda ana shu level barcha eng qiyinida tuyuldi. Lekin eng oson o'zan shu. Bu internetda o'ynayotgan. Video Shogun. Bo'pti, vallahi bo'lmasam bugungi yetarli. Yana uyga borgandan so'ng bugun yana video chiqarishga qaror qildim. Yo'q, to'xtanglar. Chiqarolmaymiz. Shu video tagida men 100 ta like ko'rishim kerak. 2000 ta dedim bu ya. Hamma sizlar podдержка 200 ta like. Yo'qmasam hamma 50 ta obunachida chiqaramiz. Bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.